Ana hozir tasvirda ko'rib turayotganingiz bu tartibga solingan, ya'ni qo'riqlanadigan temir yo'l kesishmasi hisoblanadi. Mazkur temir yo'l kesishmasiga poyezd yaqinlashganda maxsus qurilmalar va shlagbaumlar o'zi avtomat ravishda ko'tariladi. Shu o'rinda ba'zi haydovchilar e'tiroz bildirishadiki, nima uchun hali poyezd ko'rinayotgani yo'q, qurilmani ko'tarildi deb navbatchiga e'tiroz bildirishadi. Bu qurilmalar ham shlagbaumlar o'zi avtomat ravishda ko'tariladi, ya'ni poyezd yaqinlashganda va poyezd ma'lum bir masofaga uzoqlashgandan so'ng yana kesishma ochiladi. Xuddi shuningdek, qo'riqlanmaydigan temir yo'l kesishmalari ham mavjud. Har ikkala tomonga qarab, ya'ni poyezd kelmayotgan ishonch hosil qilingandan so'ng temir yo'l kesishmasidan o'tish lozim. Transport nazorati inspeksiyasi barcha haydovchilardan qo'riqlanadigan va qo'riqlanmaydigan temir yo'l kesishmasidan o'tayotganda yo'l harakati qoidalariga va temir yo'l kesishmasidan o'tish qoidalariga qat'iy amal qilishlarini, qolaversa qanaqadir daqiqa yoki qanaqadir soniyalar tezroq o'taman deb o'zlari va salondagi yo'lovchilar hayotini xavf ostiga qoldirmasliklarini qat'iy so'rab qolamiz.